$5,500 boshlang'ich to'lov bilan BYD Seal 6 mashinasini bitta pasportingizga 5 yillik nasiya savdoga chiqazib beraman. Nasiya savdoda hech qanday penalari bo'lmaydi. Yiliga qarab avtomobilning narxi o'zgaradi. 5 yilgacha nasiya savdo tartibida xarid qilasiz, ya'ni rassrochka emas, kelishilgan summa asosida bitta bay bo'ladi. Bu mashina BYD Hanni qotili bo'lib chiqsa desa ham bo'laveradi. 2000 km zapas xod, gibrid hisoblanadi. Salon qismi o'ta krutoy, o'rindiqlar isitadi, sovutadi, hamma funksiyalari mavjud. Mashinada panorama tom, juda ham chiroyli dizaynlari ham. Avtomobil sizni qiziqtirgan bo'lsa, bizning manzilimiz Namangan shahar Do'stlik bozori Promzonaning yo'lini oxirida svetofor tagida joylashganmiz. Oylik to'lovlar sizni qiziqtirgan bo'lsa, kommentariyada Aster deb yozib qoldiring. Shu videoga like bosib, meni profilimga obuna bo'lgan bo'lsangiz, albatta lichkangizga rashodlarni tashlab beraman. Albatta obuna bo'lish esingizdan chiqarma. Obuna bo'lganingizdan keyin lichkangizga rashodlari bor edi. Aytgancha, boshlang'ich to'lov $5,500 bilan oylik to'lovlaringiz ko'p chiqishi mumkin. Agar sizga yanada to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, ya'ni sizda qo'lingizdagi summaga rashod kerak bo'lsa, kommentariyada ham yozib keting, o'zim rashodlarni tashlab beraman.